Ko'p yillar MCS faoliyatida xizmat qildi. Xizmati 32 yil davom etdi. Biz albatta o'g'limizdan xursandmiz. Yurtimizni chaqiriqlariga shu labbay deb javob bera olish kerak. Nafaqaga chiqqandan keyin bundoq qarasam, u yurib qo'yibman ekan. Intilganga tolayor deydi, sizlar o'zlaring duolaring bilan buni inam o'tiribdilar, onam. Telefon qilsam yig'lab, tortib qachon kelasan deb. Mana Shukr hammasiga biz mamnun hayotdan. Asli bosib o'tgan yo'llarim katta tajriba bo'ldi o'zim uchun. Hozir hosilini berdi. 1997-yilda Kosonsoy tuman Tergach qishlog'idagi 28-o'rta maktabni bitirganman. Bitirgandan keyin 98-yil Toshkent umumqo'shin qo'mondonlik bilim yurtiga kursant tinglovchisi bo'lishim uchun topshirganman hujjatlarimni. Shu yilda muvaffaqiyatli bo'ldi. O'tdim o'qishda imtihondan. Samarqandda o'qishni davom ettirdim. 2-kursim, 3-kursi, 4-kursda 2002-yilda Samarqand harbiy oliy bilim yurtini tamomladim. Chirchiq shahridagi 4-desantniy shturmov brigadasida umuman yig'inimiz shu yerda o'tdi. Joyda xizmatni boshladik. Toshkent viloyati Angren shahriga harbiy xizmatni davom ettirish uchun 42219 harbiy qismiga o'tkazildim. O'rgandik, birinchi qadamni qo'ydik, ustozlar o'tirdik. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tish istagi paydo bo'ldi menda. Mudofaa vazirligi tarkibidan 2003-yildagi 2003-yildagi Mudofaa vazirligi tarkibidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi harbiy xizmatchisi bo'lish istagi bo'lgandan keyin shu kerakli hujjatlarni tayyorlab topshirdim. Endi qisqa davr ichida meni Favqulodda vaziyatlar vazirligiga harbiy xizmat davom ettirish uchun 2003-yil Favqulodda vaziyatlar vazirligiga harbiy xizmatni davom ettirishim uchun buyrug'im chiqdi. Favqulodda vaziyatlar vazirining buyrug'i. Shu munosabat bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarkibiga vazirligiga borib, o'zimda xizmat joyimni aytishdi. Xizmat joyim Angren shahar Qamchiq qidiruv-qutqaruv otryadi bo'lgan. Qamchiq qidiruv-qutqaruv otryadiga boshlig'iga o'rinbosar bo'lib tayinlandim. Men shu joyda xizmatimni boshladim. U yangi tarkib, yangi joy, yangi tizim, lekin qisqa muddat ichida men o'zimni o'sha joydagi funksiyasini o'rgandim. Joyda ustozlarimdan qanchadir o'zimga kerakli narsani oldim. Shu tizimga 2003-yilda kirgan bo'yicha mana shu jarayon nafaqaga chiqishimda ham shu tizimdan chiqdim. Shungacha bo'lgan davrda 2003-yildagi MCSga o'tib Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tganimdan keyin Qamchiq qidiruv-qutqaruv otryadida o'rinbosar bo'lib ishladim. Keyin 2007-yili men Toshkent viloyati Olmaliq shahriga o'tdim. Olmaliq shahriga o'tib 2014-yilgacha bo'lgan davrda Olmaliq shahrida bo'ldim. Olmaliq shahrida ishladim, xizmat qildim. Samarqandda harbiy xizmatni o'tab bo'lganimdan keyin qanchadir ma'lum bir davr ichida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar akademiyasi tinglovchisi bo'lishga meni buyrug'im chiqdi. O'sha davrda akademiyani bitirib, Qurolli Kuchlar akademiyasini bitirgandan keyin hurmatli vazirimizning buyruqlari Namangan shahriga chiqarildi. Akademiyani tamomlab apparat bergandan keyin Namangan shahriga keldim. Namangan shahrida ishladim. Shu yil davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari lavozimiga tayinlandim. Hurmatli yurtboshimiz, oliy bosh qo'mondonimizning farmon qarorlariga asosan Ichki ishlar vazirligi tarkibidagi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarkibiga o'tkazildi. Shu jarayonda rahbariyat o'zgardi, shaxsiy tarkib o'zgardi. Shu qatorda hamma bir joyga jamlandi, qo'shilganda men ham shu nimada birga shu joyda xizmatni shu 2017-yil 18-yillarga to'g'ri kelyapti shu nima 19-yillarga.
bu gap. 2019-yilda o'sha farmoyishdan keyingi gap. Qo'shildik, katta tarkib bo'ldi, katta mas'uliyat bo'ldi, katta o'ziga yarasha vazifa yuklatildi. Endi favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida ismi jismiga monand deganda o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi. Shu mas'uliyatni bu tizimdagi ham sharafli, ham mas'uliyatli kasb bu. Bu davr menga to'g'ri keladi, o'sha o'rganish davri deymizmi yoki o'sha bir 2005-yilda Qamchi qidiruv-qutqaruv otryadida men xizmat qilardim. 2005-yil yanvar oyi ob-havo keskin o'zgarib, yog'ingarchilik juda kuchaydi, qor, bo'ron, siklon keldi. Shu davrda u paytda biz Perival Toshkent O'sh yo'lini 162-kilometrda joylashgan Qamchi dovonida, Qamchi dovonidagi biz bir guruh tarkibimiz turadi. Avariya qidiruv-qutqaruv otryadi. O'sha avariya qidiruv otryadini joylashgan joyda biz navbatchilik olib borardik. Bu yanvar oyida 31-yanvarda juda qattiq qor perivaldi. Siklon keldi, umuman yuradigan, ko'rib bo'ladigan daraja bo'lmagan. Haqiqatan ham buni biz nima qilganmiz, harakat qilganmiz. Evakuatsiya qilish birinchi navbatda. Juda qattiq sovuq, primo evakuatsiya, o'rantirish primo evakuatsiya nimaki? Haqiqatan mashinani uchirib yuboradigan siklon bo'lyapti. 300 dan ortiq harakatdagi avtomobillar ichidagi fuqarolarni biz maksimum tezroq vaqt ichida joydan evakuatsiya qilib, Angrenga ketadigan Angrenga chiqarib yetkazib, Toshkent Namangan viloyati hududiga o'tadigan Namangan viloyati hududiga maksimum 99-100% harakat qilib yo'limizdan chiqqan texnikani evakuatsiya qilganmiz aholi. Odamlarni evakuatsiya qildik, ayrim joylar o'ziga yarasha katta qorlar tushdi, yo'llar nihoyatda qattiq yopildi. Sadoqat bilan xizmat qilish kerak. O'z kasbini sevish kerak. Bugungi berilgan yana bir qayta aytaman, imkoniyatdan mana shu men yana qayta aytishdan charchamayman buni.